aytaylarimizga qanaqasida? Yigit sog'liqlardan, bo'g'ozlardan, naq bolalar yonida yurganlardan. Gap sizga otangizga rahmat aka. Tortgandan keyin poложение aka mana chipni ko'raylikchi. Metringizni ham olib Gap yo'q, ikkita ish. Tish yoribdimi? Tish yoribdi aka. Obunachilar xotirjam qurvollikka so'yaverasiz. Behijolat buni. Qurvollikka bemalol so'yaverasiz. Qani, uzoqdagi obunachilar Xudoy barakasini bersin. Xomali. Obunachilar 88 87 ni ko'rsatyapti. Voy 85 ga olishaversin. 85 ga olishaveradi. Dostonbek aka narxini kel olaylikmi qilganni ham? Albatta. Ha bo'pti aka, unda chiroyli qilib bermaysiz aka. 4 million so'mdan mana. 4 million so'mdan. Babaraka. Dastlab bo'lsa Samarqandgacha. Sheyda arzon bo'ladi aka. Albatta, mana shu saroy yozib bor yerda qo'y hamisha arzon bo'ladi. Assalomu alaykum, Muhammad O'z kanalining obunachilari va YouTube'da bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, kanalimiz a'zolari. Sizlarning 2026-yil 26-aprel dam olish kuningiz hammalaringga maroqli bo'lsin deya bugun biz videolarimizni boshladik. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optomchilar, arzonchilar yig'ilgan saroyda o'sha xalqimizga qo'chqorlarni zo'rini, ona bola egizlarni, o'sha to'xli sovliqlarni, qo'chqorlarni o'sha ideal holatdagisini olib kelib xalqimizga ulashayotgan Dostonbek akamizni xonadoniga tashrif buyurdingiz. Assalomu alaykum Dostonbek aka. Sog' salomat, sizimizga ishlab bo'lyaptimi? Olib kelib oldingizmi qo'chqorlarni? Alhamdulillah. Aka, bitta narsaga tan berdim, aytaymi? Ha. Nimaga demaysizmi? Mana Xudo xolasa shu bugungi ko'rgan nimamizga aka 30 mingta odam ko'ribdi. 30 mingta odam ko'ribdi. Endi haliga meva toshi, daraxtlar tosh, toshotlar deydi-yu. O'shasiga aka kimdir yaxshi yozgan, kimdir yomon yozgan. Lekin aka bitta yomon bo'lsa 9 ta yaxshi gap. Dostonbek o'ylanmay gazini bosing, to'xtatmay deyapti. Akamiz keldi, telefon qildi, o'tgan safar ona bola qo'ydingiz-ku. Ha. Ya, shaxsiy o'zimga ham telefon qilib, uka borsang tugab qolibdi deyishdi. Endi uzr ayrimlardan uzr so'raymiz, endi ko'tarilmadik vaqtida qo'y. Bilasiz-ku Sanjarbek, obunachilar bor bo'lishsin, bizda Ham sizga otingizga rahmat. Aka bu qo'chqorlarda aka mana oqtoylarini, mana bunday vilkan gigantlarini aka qaydan olib kelyapsiz ham baribir aytmaysiz aka. Obunachilar kallanglarni qaranglar. Mana. Ash oqtoy dushuncha oshna. Qani? Ha, jonivor. Voy jonivor. Mana obunachilar mana bunday o'sha liniyasi tozasidan boqaman deganlarga, oyoq qo'li uzun, kelajagi bordan boqaman deganlarga, quloqlari ham in solinmagan. Quloqlarga in solinmagan. Yuzini qarang, taniqligini. Ash dumbar ajrizni bitta ko'raylik. Obunachilar mana bu qo'chqorni yungini shuni olsangiz yolg'on emas, o'ta oppoq chiqadi. Sanjarbek, Ho aka, oqni ushasangiz oq, boshqasini ushasangiz hammasi bir-biridan chiroyli. Mana shunday ko'rsangiz, lipoyini shunday ko'rsangiz. Obunachilar mana bu qo'chqor nima deyapti mana? Mana qarang endi Sanjarbek. Ha, jonivor. Ha, Buni mana. qarang. Razrezlar. Yo, dumbar ajriz zo'r ekan aka. Lekin haqiqatan tan berdim, gapsiz yo'q. Aka, qo'chqorlarda aka mana obunachilar men tepasi turibman, realni tepasiga kelib, bemalol kelib ko'rganingizga ham arziydi, boqqaningizga ham arziydi. Asosan qo'chqor sifat darajasi kuchli, oyoq qo'li uzun, xudo xolasa kelajagi bor mana. Kallaklari, garbonoslari juda chiroyli. Qo'zi emas-da. Sut qo'zi emas. Dostonbek aka bu to'g'risida ma'lumotni berib boraverasiz. Men xalqimizga ulashib boraveramiz obunachilarimizga aka. Aka soniga nechta berdi? Sanjarbek 8 ta soniga. 8 bosh. Hammasi Qo'chqor. qo'chqor variantida. Qo'chqor variantida. Dostonbek aka, qaydan olib kelishingiz baribir sir deyapsiz. Aka. O'sha gap, o'sha bo'ldi. gap Sanjarbek. Lekin zoti sortda Edilbay Arashandi zotidan aka. O'sha zotdan. O'sha zotdan. Hop, Dostonbek aka bularda aka bo'yini o'lchagansiz baribir. Demakki, men obunachiga telefon qilib aytdim. Bo'yini o'lchab aka, shuni video davomida aytib ketaverasiz. Videomiz 30 minutlik, 40 minutlik bo'lib ketgani hisobiga bo'yini o'lchash shart emas. Demakki, ma'lumotini olib boraversa Dostonbek akamiz. Dostonbek aka, bularning bo'y basti aka nechaga kelyapti? Sanjarbek 80 olib bo'lsin 80 ga. 80 plyusda. 80 plyusda. Nima tepasi turibman? Bunday qarasangiz 5 qo'l beraveramiz. Bitta yarimtasi bo'lishi mumkin, lekin aksariyat 80 plyus. 80 plyusda. Xo'p, obunachilar
Dostonbek aka buni yosh oyligi aka necha oylik? 5 oy piyli Sanjarbek. 5 oy pil ustida. Obunachilar, hop endi telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, telefonda katta narsa kichik ko'rinadi, kichik narsa katta ko'rinadi. Realni tepasiga kelib ko'rsangiz bular sut endi qo'zi emas. Hop, nimaga sut endi qo'zi bo'lsa o'zi yugurib ham ketib qoladi, o'g'il bola gap. Mana hammasi bir tepda turgan hisobiga ham o'zi bilayotgan bo'lsalar aka, dumbar azrizlari, garbonoslarni ko'rsangiz ham sut qo'zini betiga o'xshamaydi obunachilar. Dostonbek aka, hop, qo'ylar adresi maqtayapman aka. Ha, arziydi. Hop, yo'q, arziydi. O'zini o'zi maqtaydigan. O'zini o'zi maqtaydigan sortdan aka. Dostonbek aka, buni aka narx-navosi qanaqa aka buni? Buni narxlari endi kelishtirilgan holda aytamiz Sanjarbek. Kelishtirilgan holda. 48 dan berishaversin. 48 Bir joyga bo'lsa 48 dan. 48 4 million 800 dan. 4 million 800 ming so'mga. Obunachilar 48 danga. Dostonbek aka kelishtirib yo'lda aka chiroyli qilib ayting aka narx-navosini aka obunachilar olib boqsin. Lekin obunachilar men addush aytyapman, tepasiga kelib ko'rishingizni tavsiya etaman. Chunki kelganingizga arziydi. Chunki o'g'il bolaga aytaman 5 oylik, 6 oylik qo'zilar deyarli 100 ga 100 kam bo'lyapti. Nimani hisobiga mana? Shetda turibman mana, badani zo'r. Yemni qo'rqmay bosaverasiz. Yem yeydigan variantda hammasi yemni ko'taradi, sut endi qo'zi emas. Dostonbek kelishtirib ayting narxini. Men siz ko'p aytaman aka. 47 dan berishsiz. Bor aka. 4 million 700 ming. 4 million 700 dan. Obunachilar 4 million 700 ming so'mga 8 tasini bir joyga oldim deganga, xudo xolasa Dostonbek akam yetkazib beradilar. Ammo hozir haydayapman. Arziydi. Yo'q, arzimaydi emas, arziydi aka. Konkretni aka, yana bitta o'tinchi. 46 dan. Bor aka. Obunachilar 4 million 600 ming so'mga ostonangizga Alloh nasib qilsa yetib boradi. Olib boqishlarini tavsiya etamiz. Chunki hammasini oyoq qo'li uzun, o'zi vilikan, gigant variantidan. Asosan yuziga e'tibor bering. Yuziga mana qorasidan deganga qorasidan, sarig'idan deganga sarig'idan olib boqadigan joyda kashdan qora keldi. Yo, kashdan to'g'ri. Endi aka men qora devardim bor o'zi. Haligi kashdangda bayda qora qo'y hali olib chiqmadi. Yo'q, gapsiz yo'q. Kashdan variantidan. Aka video to'xtatib qo'ydingiz o'zingiz gapimda. Yana bitta o'tinchi aka. Bitta chiroyli qilib o'ting aka. Sanjarbek yomon emas. Yo'q, obunachilar aytayapti, gazini bos, narxini tortish deyapti-da. Ammo telladim, gapsiz yo'q aka, istiqom zo'r bo'lyapti. Mana uni Sanjarbek obunachilar sizlar uchun 4 million 500 ming so'mdan hammasi bir joyga bo'lsa, Alloh barakasini bersin, olganga sotganga. Bor aka, gapsiz otingizga rahmatga. 4 million 500 ming obunachilar. Bozor narxi esa taqqoslar bir ko'rasizmi? Yo bir bu yerga solishtirib ko'rgan taqdiringizda ham 4 million 500 ming so'mdanga yemga tayyor variantda, bo'ylari 80 plus yosh oyligi 5 oylikdan o'tgan variantidan olaman dedigan akalarimiz, obunachilarimiz bo'lsa, Dostonbek akamga aloqa qilsalaring, to'liq ma'lumotini berib o'tadilar. Bo'ylarini o'lchab, uzunligini ham o'lchab, yosh oyligini ham aytib, kekpolojni sizlarga tushuntirib boradilar. Xudo xolasa, videomiz cho'zilmasligi uchun 4 million 500 ming so'mdan dastlab kelsa Samarqandgacha. Keyingi partiyalarimizga Sanjarbek zo'rlari bor. Zo'rlari bor. Sovliq deyishsa, sovlig'idan bor. Qo'chqorlar bor, egizchilari bor. Egizchi variantidan ona bolalari bor. Sanjarbek gapsiz yo'q. Otangizlar ikkinchi partiyasiga o'sha qurvonlikka yetiltirib beraman dediganlarga yosh oyligi ham to'g'ri kelaveradi. Hozircha kilogramm ham to'g'ri keladigan variantidan mana Dostonbek akam olib kelib qo'yibdilar. Dostonbek aka soniga nechta aka beyda? Sanjarbek 7 dona. 7 bosh, 7 dan biri Xizir deydi. Gapsiz yo'q aka. Qo'chqorlarda o'sha har bittasiga, har bitta partiyaga bittadan aka oqidan qo'shib qo'yibsiz aka. Bu rang-baranglarni aka soniga 7 bosh deyapti. Bularni yosh oyligi qanaqa Dostonbek aka? Sanjarbek yosh oyligi 10 oylik pilusda. 10 oylik pilusda aka. Bu oldi o'zi aka. Oldi tish yorishga kelgan Sanjarbek. Oldi tish yorishga kelgan. Qo'chqorlar aka 14 oyda tish yoradimi? 13 oy, 12, 13 oyda tish yoradi, qarang. Aha.
Mana aka, mana shular menimcha tish buzgan bo'lishi kerak aka. Mana shu buzgan tish. Mana shu. Xo'p, Dostonbek aka, bularda yoshlik to'g'risida ma'lumotni beryapsiz. Aka, bular hammasini misol qurbonlikgacha yedirib tursa, xudo xolasa aka, Bemalol. so'ysa yeraveradi, arzaveradi aka. O'zi to'lganda o'shancha aytilyapti, Ha, yoshlik. yosh oyligi to'g'ri kelaveradi. Asosan yosh oyligida misol qo'chqorlarda. Xo'p, aka, soniga 7 ta deyapmiz. Bularda bo'ybastlari nechiga beramiz Dostonbek aka? 85 ga olishaversin. 85 gap so'z yo'q ey. Obunachilar bo'yi 85 bo'lyapti aka, narxchi buni. Narx arzon bo'ladi. Narx ishonavering arzon bo'ladi. Nech pul qilamiz? Shu birinchi partiyani puli 48 dan berishsin. Charqarak aylansa ham, aylanmasa ham aka 47 dan berishsin. 47 dan. Ha. Obunachilar 4 million 700 ming so'mdanga variantida. juni olingan variantda. Obunachi 4 million 700 ming so'mdanga o'sha olib boqib, oyoq qo'li uzun, kelajagi bor, maza qilib boqadigan variantda. Endi mana qo'zini men Yo, to'xtang, bitta narsa. Oshna metringiz bormi, yo'qmi? Apkencha o'tgan sizlar metr solishmadi degan kommentariy yozib ketishibdi-da aka. Biz ham aka xolis, endi rast yoritgandan keyin ekologiya aka mana chipni ko'raylikchi. Metringizni ham olibgancha. Yo'q ey, ikkita ish. tish yoribdimi? Tish yoribdi aka. Obunachilar xotirjam qurbonlikka so'yaverasiz. Behijolat buni. Qurbonlikka bemalol so'yaverasiz. Qani, Uzoqdagi obunachilar uchun. Xudo barakasini bersin. Xomari. Obunachilar 88 87 ni Voy, ko'rsatyapti. 85 ga olishaversin. 85 ga olishaveradi. Dostonbek aka, narxini kelishtiring aka. Obunachilar maqtash emas, boshqa emas, el narxidan, bozor narxidan, misol eldikidan demaymiz. Bozor narxiga liboyiga solishtirib ko'ravering. Bozor narxidan kam 200 ming, oshig'i 500 ming arzon bo'lmasa, Dostonbekga telefon qilmoq qo'yasizlar. O'g'il bolaga, haligi vajini bir arzon olib qo'yish emas, yo bir maqtab bir bu insonni yonini olish emas, lekin qo'yayotgan narxi bozordan 500 ming, 400 ming, eng kam 200 ming arzon bo'lmasa, telefon qilmang, xafa bo'lmaydi. Aka, narxini rosa maqtadim aka. Nech pul bo'ladigan joyi? O'tib beraman, 46 qilib beraman, mana. 4 million 600 ming. 4 million 600 dan. Dastlabkasi Samarqandgacha. Samarqandgacha yetkazib. Hammasini bir joyga olishsa Samarqandgacha dastlabkasi bor. 4 million 600 ming 4 so'm. million 600 ming so'm. Baraka otizga rahmat. 4 million 600 mingga obunachilar hammasini bir joyga oldim desalaring, Dostonbek akam o'zi mashina ichirayli qilib yuklab tashlab beradilar. Aka, bizi bitta haligi bor-da. Ha, nima bor? Biz qo'yganimiz sari narx tushib boradi, lekin buni men narxini tushirib tashlang demayman. Buni narxini aka endi yopishtiring, nimaga demaysizmi? Chunki hali oldin qo'ygan narxidan bu narx aka chichi baland bo'lib qolyapti-da. Obunachi natri tushunmasin. Avvalo siz adashdingiz. Nimaga demaysizmi? Shunaqa bo'pti sen. Ha, birinchi buni chiqarish kerak edi, qarang. Birinchi buni chiqarish kerak. Keyin uni chiqarish kerak edi. Endi uni pulida qo'yaman-da endi buni ham. Qani, bismillahirrohmanirrohim. 4 million 500 ming so'mdan hammasi bir joyga bo'lsa, Alloh barakasini bersin. Tanlab olishga obunachilar. Qayda 5 milliondan bermagan qo'chqorlarim bor. 5 million so'mdan berishmaydi. 5 milliondan bermagan 2-3 ta qo'chqorim bor. U ham o'shani ishga ketaveradi. Shuni ichida 4 million 500 ming so'mdan hammasi. Dastlabkasi Vodiy bo'ylab Samarqandgacha. hop, gap sizga otizga rahmat. Obunachilar 4 million 500 ming so'mdan birinchi partiya qo'yganda bahosida o'shani narxida oldim deganga mana ketdi. Oqtoyini olasizmi? Mana qora kashtanni olasizmi misol? Hammasini bir joyga krupni oling, mana 4 million 500 ming so'mdanga yosh oyligi to'lgan, qurbonlikka bemalol boqsangiz, so'ysangiz, Alloh nasib qilsa, Alloh qadr qilgan bo'lsa, bemalol so'ysangiz bo'laveradi. Yana ozdan yedirib ichirib berasiz. Xolasiz qurbonlikka so'ying, xolasiz aka qurbonlikdan ketin so'ying aka. Lekin har bitta insonni yaxshi kuniga mana shu narsalar aka nasib qilsa aka. Lekin olib boqsangiz ham qo'chqorlar hammasi arziydi. Nimaga realni tepasi turibman. Endi olishlarini tavsiya etamiz. Chunki borgandan keyin ham realni Kasa aql kirib ketib qoldi, hozir olib chiqishyapti. Hali videoda yana 7 ta ekan, uni 6 ta ekan, buni ichmasin, bittasi kirib ketib qoldi. Yo, boshida 7 ta deb xudo xolasa, obunachilar olishlarini tavsiya etamiz. Keyingi aka partiyalarimizga qanaqasida?
Egizchi sovuqlardan, bo'g'ozlardan, naq bolalar yonida yurganlardan. Gap sizga otangizga rahmat aka. Videoni 4-chi varianti, 3-chi variantiga, 3-chi partiyasiga qanaqasidan deganlarga o'sha Dostonbek aka qora bayrlarni zorini olib kelibdilar, mana tikdumbalaridan olib kelib xalqimizga ulashyaptilar. Dostonbek aka bular to'g'risida aka ma'lumotni berib boraverasiz aka, biz yoritib boraveramiz. Aka soniga 5 bosh. Aka hammasi qo'chqormi? Qo'chqor. Hammasi qo'chqor ekan, 5 ta. Aka bularni necha oylik aka buni? 4 oy pilos. 4 oy pilisda. 4 oy pilos. Aha, endi xo'p, aka bularni bo'y bas nechiga beryapsiz aka bularni? Ha, jonivorlar. Mana bittangiz 75 ga olsa. 75 Pilos minusi bor. pilis milisi bor. Xo'p, qo'ch jonivorlar. Hammasi tikdumba ekan aka. Qo'ylar uçardi. Oppoya. Ola variantida olaman deganlarga, oq oyoqdan olaman deganlarga mana. Oyog'idan mana. Shu olaman deganlarga. Aka, Dostonbek aka. Xo'p. Aka, bularda narx-navosini nima deymiz aka obunachilarimizga? Nima deymiz? So'ramaydigan qilib aytib qo'ya qolaymi? Video cho'zma qo'yaylik. 4 million 100 ming so'mdan o'tadigan joyi yo'q Sanjarbek. Babar aka. 4 million 100 ming. 100 mingdan obunachilar. Qo'y qayda arzon bo'ladi desa, qo'y shayda arzon bo'ladi, ko'p chiqaraman to'g'risiga. Maqsad arzon olish emas, birinchi o'rinda yaxshi narsa olish. Maqsadimiz shu. Keyingisiga shayda arzon bo'ladi aka. Albatta, mana shu saroy yozib bor yerda qo'y hamisha arzon bo'ladi. Hamisha arzon bo'ladi. Hamisha arzon bo'ladi. 4 million 100 mingdan. 1 million 100 Obunachilar 4 million 100 ming so'mninga oldim desalaring, xudo xolasa Dostonbek akam yetkazib beradilar. Lekin Dostonbek aka 4 million 100 ming deyapsiz-ku. Aka, yo'q, yomon emas narx-navolari. Chunki misol narxni qo'yayotgan narxlaringiz xalqimizga yo'yapti, mana sirasi birinchi partiya, ikkinchi partiya menga jo'nating, unga jo'nating degan gap so'z bo'lyapti. Qimmat qo'ysangiz xalqimiz olmaydi, o'g'il bola gap aka. Bozor narxidan arzon bo'lmasa aka, obunachilarimiz olmaydi aka. Nimaga? Endi hamma inson ham aka ko'rib, bilib turibdi aka. Hammamiz ham foyda deb chiqqanmiz ko'chaga aka, to'g'risiga. 1000 so'mlik narsani yo eshittiringda, 1000 so'mlik narsani aka 1300 so'mga hech kim ko'tarib kelishni xohlamaydi aka. Lekin 1000 so'mlik narsani 700 so'mga olsa bor, odam maza qilaradi aka. Shaxsan o'zim ham maza qilaraman. Arzon oldim demayman. Menga arzon berdi. Nima sababdan? O'sha nimadir yaxshilik qilganmanki, o'shancha arzon oldim aka. Narxini. o'tadigan yeri yo'q. Shuncha gapga ham o'tmaysizmi? Yo'q, aman Sanjarbek. Shuncha gapga. 100 ming video cho'zilyapti deganingizga bo'ladigan qiz aytdim qo'ydim. Alloh barakasini bersin, 4 million 100 dan bemalol uylarga yetib boradi, keyin pulsini shuvradi. Kelaman deysalar aka satasha beraman. Yana qo'ylab bormi aka? Bor. Bormi? Olaylikmi qilganini ham? Albatta. Ha, bo'pti aka, unda chiroyli qilib bermaysizmi aka? 4 million so'mdan mana. 4 million so'mdan. Babar aka, Dastlab bo'lsa xonasi Samarqandgacha. Samarqandga yetkazib berasiz 4 million so'mdan. 4 milliondan. Hammasini olganga Yo'q, xayr sunnati ichida ketdi. ostonangizga kelsa-chi? Oshi bir piyola ko'k cho'yi mendan. Babar aka, otingizga rahmat. Obunachilar 4 million so'mdan mana qonun ochqanda iti yeyapti obunachilar. 4 million so'mdan uylaringga xudo xolasa yetib boradi. Nega obunachilar, men qo'ylar tepasida turibman, sutimni qo'zg'alayotganingiz yo'q. Bularga bemalol yemdi, hashaydi, xotirjam beraverasiz. Chunki bular sutimni qo'zimas. Hamma tomonlama kelib tepasiga kelib ko'rishlaringni xohlaymiz. Chunki nimaga? Sutimni qo'zini, yungini buna qilib obon bo'lmaydi obunachilar. Nima sababdan? Chunki qiymaydi. Uni yungi bunaqa chiqmaydi. 4 million so'mdanga sutimni qo'zib beryapti. Olishlarini tavsiya etamiz. Bo'lmasa navbatda keyingi partiyalarimizga beraveramiz. Egizchi bo'lsa aka, buni hozir ikkita ona, ikkita bola turibdi-da aka. Xo'p, Uchinchisi mana. uchinchisi qani? Oyog'i sinib qoldi. Ha, oyog'i sinib Sog'dan qoldi. baqa sahiyman degan. Obunachilar
Obunachilar mana oyog'i sinib qopti, obunachilar. Aqabaqa sahraganda mana shu o'sha ko'rgan qo'ylaringni bolasi. Mana. Onasini o'zi bo'pti aka o'zi, ha? U ham quloq shalpang ekan. Xo'p, obunachilar bo'lmasam Dostonbek aka, xo'p bu to'g'risida aka, gapsiz yo'q. Yigitchi ekan. Aka buni xo'p narx-navosi, ha? Buni tishlarimni ko'rsatib o'tamiz obunachilarga. Tishlari ilk tish ko'rsataymi? Ektish. İlk tish. O'zlariga shuni obunachilarga ushlab ko'rsatib beramiz. Telegramda yozsa qarang. Telegramdan chiqsa qarang. Ha. Ularni o'lchab tishlarini shunday Bo'yi nechi? Nechi bira? 85 ga olishaversin. 85 ga. Ha, bu o'lchagan 85 dan tashmaydi. 85. 85. Ektishligi ham aniq. Obunachilar nimagaki o'zi yuzga qarasangiz ham sovrinlar o'zi aytib turibdi. Nimagaki mana. Realni bo'lsinmi yo? Har realni bo'lsin. Yo'q, bitta shuni ishonchi aka. Leboy bittasi shuni ishonchi jonivor. Hop. Qani? Mana. Obunachilar mana ikkita. 4-endi chiqaryapti ekan. Aka buni ona bolasini baba aka tuzalsa tuzaldi. Tuzalmasa misol. Endi uni kasallasdan yetalamaylikda mashinga olishaversin. Mashinga. Olib kelinarisini ham. Aka ikkita ona bolaga. Ikkita ona bolaga. Nechi pul? Narx. Bo'ladigan qilib aytaymi? Bo'ladigan qilib kelishtirib, yopishtirib turing. Shu vaqt ko'p ketyapti. Hali 30 minut video qo'yibsizlar deyapti-da. 8,5 dan 2 bir chega shu turli bir chega bo'lsa berdi mana. 8,5 dan. 8 milyon 500 ming so'mdan yana bolaga. O'tadigan yeri bormi? O'tadigan yeri yo'q. Cho'zilyapti video deganingizga qisqa lo'nda qilib qo'ygandim. 8,5 dan. 8 milyon 500 ming so'mdan Alloh barakasini bersin. Aka, ostonangizga kelishsa bor-ku. Obunachilar nomidan kommentariyaga Otangga rahmat yozishadi aka. Nimadir o'tib berasiz, kelishsa sunnatiga. Agar shu narsa bo'lsa kommentariyaga Otangga rahmat deb yozib, keyin lakasa tashab ber deysa menga, dangal o'tib beraman. To'g'ri. Gapsiz Otangizga rahmat. Obunachilar 8 milyon 500 ming so'mdan olishdan tavsiya etamiz. Lekin ikkovi ham yosh, 5-6 yil bemalol bolasini olib, mashinada Edilbay, Arashan sortlaridan ko'paytirib, xudo xolasa har bitta qo'yda barakasi bor. Obunachilar, chunki olib boqishlaringni tavsiya etamiz. Hammasi xudo xolasa zo'r. 8,5 million so'mdanga uylaringga yetib boradi mana shu ona bola qo'ylar. Mana biz egizchi ekan, mana hekka tuqqan ekan, lekin bitta tuqqan ekan-u 3 dan o'nini bosadigan qilib turibdi. Simjun variantida. Aka, bolalari ikkovi ham qo'chqor-a? Qo'chqor. Bo'lmasa obunachilar, shu yerda videomizga yakun yasaymiz. Hammalaringga rahmat. Qadrlaring baland bo'lsin deya keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.